Xorazmning birinchi poytaxtini bilasizmi? Miloddan avvalgi 7-5 asrlarda Xorazmning eng zich aholi yashagan hududi Amudaryoning Sariqamish deltasi atrofida yirik shahar markazi shakllangan. Bu markaz Qo'zaliqir deb ataladi. Qo'zaliqir Turkmanistonning shimolida joylashgan, hozirda yo'qolib ketgan qadimiy shahar hisoblanadi. U miloddan avvalgi 7-5 asrlar oralig'ida mavjud bo'lgan va Xorazmning eng qadimiy shahri hamda ilk poytaxt sifatida qaraladi. Yodgorlik 1939-yilda aniqlangan. 1950-yillarda arxeologik qazish ishlari olib borilgan. Uning maydoni 25 gektar, qal'a devorlarining umumiy uzunligi taxminan 3 kilometrni tashkil qiladi. Qal'a mustahkam devor bilan o'ralgan bo'lib, devorlarda o'qchilar uchun yopiq galereyalar va yarimdara shaklidagi burjlar bo'lgan. Shahar markazida esa jamoat ahamiyatiga ega binolar majmuasi joylashgan. Shahar Amudaryodan suv olgan, suv Cherman-Yoq kanali orqali keltirilgan. Bu kanal qadimgi Xorazmdagi eng uzun sug'orish inshooti bo'lib, uning uzunligi taxminan 200 kilometrni tashkil etgan. Aholi chorvachilik va sug'oriladigan dehqonchilik bilan shug'ullangan. Qazishmalar davomida quloqchilik charxida yasalgan sopol idishlar, skif uslubidagi bronza o'q uchlari, turli mehnat qurollari va taqinchoqlar topilgan. Bu topilmalar o'sha davrda Xorazmda hunarmandchilik va harbiy ishlar ancha rivojlanganini ko'rsatadi. Qo'zaliqirda quloqchilik rivojlangan bo'lib, shaharning quloqchilik hududi butun qadimgi Xorazmda eng qadimgi va eng dastlabki sanoat markazi hisoblangan.